Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshılaymiz. Xitoy hukumati Qurbon Niyoz haqidagi maxsus film orqali Xitoy tilining ilg'orligini tashviq qilmoqda. Arab Birlashma Xalifaligi Tashqi ishlar ministri Isroiliya bilan yaqinlashishni targ'ib qildi. Moskvada joylarga bomba o'rnashtirilganligi haqidagi xabar hammani andishaga solmoqda. Balangizning darsdan sirtqi vaqtini egallab olmang. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitoy hukumati maxsus mablag' ajratib ishlagan O'rkashlayotgan Toshqon daryosi nomli filmning tunji maydon qo'yilish marosimi 23 dekabr kuni Aqsu shahrida o'tkazilgan. Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, bu filmda Ushturpan noyisida davlat tili maktabi nomida xususiy maktab ochib, Uyg'ur go'daklarga Xitoy tili o'rgatishni maqsad qilgan Qurbon Niyozning hayoti aks ettirilgan. Xitoy hukumatining ko'p qatimlab taqdirlashga muyassar bo'lgan Qurbon Niyozning Uyg'ur o'smirlarga Xitoy tili, yangir usuli, changchil o'rgatish, Uyg'ur o'quvchilarga qadimki Xitoylarning kiyimlarini kiydirib, Kunz haykaliga cho'qindirishi film haqida berilgan xabarlarda Uyg'urlarning zamonaviy madaniyatga qarab yana bir zo'r qadam elish harakati deb ta'riflangan. Uyg'ur analizchilar bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumatining bu xildagi vositalarning yangi ahvol emasligini, Qurbon Niyozning 1960-yillardagi Qurbon tulumdan keyin o'tirg'i chiqarilgan ko'plagan tashviqot ulgilarining biri ekanligini, Xitoy hukumatining Uyg'ur tili va madaniyatini vayron qilib, uning o'rniga Xitoy tilini saplashga urinishi madaniyatga qarab elingan qadam emas, aksicha Uyg'ur madaniyatini vayron qilish yo'lidagi bir cho'ng qadam ekanligini bildirdi. Arab Birlashma Xalifaligi Tashqi ishlar ministri Abdullah bin Zayed Al Nahyanning Arab dunyosi bilan Isroiliya o'rtasidagi yaqinlashish va normallashish bosqichi targ'ib qilingan bir maqolani Twitter hisobidan hambaharliganligi qattiq norozilik qo'zg'adi. Yozuvchi Al-Husayn tarafidan yozilgan Islomning islohoti, O'rta Sharqda Arab-Isroiliya ittifoqi shakllanmoqda temaliq maqola Angliya haftalik jurnalida e'lon qilingan. Arab Birlashma Xalifaligi Tashqi ishlar ministri Abdullah ibn Zayed bu maqolani Twitter hisobida hambaharlagan. Maqolada Arab dunyosi bilan Isroiliya o'rtasida yaqinlashish va normallashish bosqichi islomda islohot va yengilish deb ta'riflangan. Bin Zayed maqolani hambaharlagandan keyin uzun o'tmayla Isroiliya bosh ministri Netanyahu javob qaytarib, Isroiliya bilan nurg'ulg'an arab davlatlari o'rtasida ishga oshirilgan yaqinlashishni mamnunlik bilan qarshi oladiganligini, buningdan keyin tinchlik va normallashish vaqtining kelganligini bildirgan. Bin Zayed hambaharlagan maqola va Isroiliya bosh ministri bilan o'zaro inkos qaytarishlar ijtimoiy taratqush ishlatuvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Maqola tanqid qilingan yana bir inkosda bo'lsa, islohot islom dunyosi uchun yot bir termindir deyish orqali mazkur qarashning aslida yotlardan kelganligini ta'kidlagan. Rossiyaning poytaxti Moskvada ba'zi maktablar, poyezd stansiyalari va sud mahkamalari bomba o'rinlashtirilganligiga doir istixborot kelganligi sababidan bo'shatildi. Rossiyaning RIA Novosti agentligining soqchi idorasini manba ko'rsatgan xabarda Moskvada 19 maktab, 7 mahkama va 6 poyezd stansiya haqida bomba o'rinlashtirilganligiga doir istixborot kelganligi bildirildi. Kelgan istixborotga asosan binodagi o'quvchilar, xodimlar va ziyoratchilarni bexatar joyga yetkazganligi uqtirildi. Soqchilarning binolardagi tekshirishlar davomlashmoqda. Yaqinqi yillardan buyon ota-onalar bolalarni bas-basda tarbiyalash sinflariga qatnashtiradigan bo'lib ketdi. Lekin tarbiyalashga qatnashtirishda nuqul yuqori nomerni qo'g'lishib, bolalarning qiziqishi bilan qilcha hisoblashmayotidi. Bundaq ko'z oldidagi manfaatni o'ylash, burnining uchini ko'rish bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga ziyonliq. O'quvchilarning shanba, yakshanbasini va hayit bayram kunlarini qurbon qilish badilga darsdan sirtqi tarbiyalashga qatnashtirish ularning o'rganish besimini oshirib qolmasdan, balki jismoniy, ruhiy sog'lomlikka ziyon soladi. Qiziqish eng yaxshi yetakchidir. Agar bolalarda darsdan sirtqi tarbiyalashga qarata hech qanday qiziqish bo'lmasa, ularni har qancha ko'p tarbiyalashga qatnashtirgan taqdirdami, o'rdak suv yuqmagandaklar unumsiz bo'ladi. Tadqiqotlardan isbotlanishicha, faqat 5% atrofidagi kishilarning aql bilimisi yuqori bo'lib, ular dal favqulodda talantli bolalar ekan. Shunga bolalarning ma'lum talanti yoki qiziqishi yo'qligiga qaramay, ularni tarbiyalashga majburiy qatnashtirsak, ham ularning o'rganish va aql parosatining taraqqiyotini ko'zlab, chekdan oshgan talablarni qo'yib olib, hissiyot va psixologiyasining yetilishiga sal qarasak bo'lmaydi. Ham bundoq tarbiyalangan bolalarning kelgusidagi taraqqiyotimi ko'rinarli bo'lmaydi. Amaliyotda bolalarning darsdan sirtqi tarbiyalanishida qanchalik mukofotlarga erishishi ma'rifimizning muvaffaqiyati yoki mag'lubiyatining o'lchami bo'lmaydi. Agar bolalarning ma'lum tarafda haqiqatan yoshirin iqtidori va o'tdak ishtiyoqi bo'lsa, yetaklash orqali ma'lum mukofotlarga erishalsa, bu aqlga muvofiq. Nuqul yuqori o'rlab o'qishni maqsad qilib, ularning sog'lom o'sib yetilishini qurbon qilish badaliga tarbiyalashga qatnashtirishning qilchilik ahamiyati bo'lmaydi. Darvaqa bolalar ko'p mukofotga erishsa, ularning yuqori o'rlab o'qishiga foydasi bo'ladi. Biroq bu ularning kelgusidagi zo'r utuqlarga erishalaydiganligiga vakillik qilmaydi. Biz mundaq mukofotlarni pesh qilish orqali birovni baholamasligimiz lozim. Einstein hech qanday mukofotga erishib baxmagan. Hatto uning nisbiylik nazariyasi mo tartiqlangan emas.
Qisqasi, balalarning darsdan sirtqi tarbiyalarga qatnashishi tarbiyalashdagi savallik emas. Balki maktab va jamiyatning tarbiyalash iqtidorini kengaytib etib, buni ixtisosliklarni tanlashdagi asosiy o'lcham qilib olganligida, ham ota-onalarning qaymuqib shamolga agashganligida. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.